bugün asaslığı city walk qilman. Öyümge qaytıman axiri. Bir muncha narsalarni oldim bugun boy bo'ldi ko'rsatmoqchi. Xo'shaqman Otirayjon. 汗ばむ室内 Adam deganda liq kabi turibdi. ただうずくまる Bir muncha narsalarni oldim. 体は Men hozir Kyotoga うつ keldim. ろな果実閉ざされた室内 Yaponya'daki tunji köyge axlatsandoq 降 ya. り続く忍び合う二人は険しすぎる季節せめても一度高い空にかかる虹を見たい Valla ben Osaka'nın koçularını resmi ve işte yaxşı gördüm. Osaka vlogimga hoş geldinglar. Men hozir Osakaga yetib keldim mana. Yatqim shuna payfgan. Tokyoda yatgan yatqimdimi cho'nkan yataqning ichi. Uni ustiga azon oldim bu yataqni Best Western Hotel deb. O'rnimi yaxshi edi-ku. Ammo balla Tokyodan Osakaga kelguncha dehshat qiynaldim. Ikki chamadan bilan bo'libmi bu Tokyo bekitida ajoyib qalaymaqan bir bekatgan. U adam deganning mig'mig. Mau Shinkansen'da şu Osaka'ga keldigan edi poyezdni. Şunun biletini ağaca sarangıp ketdim ha. Ularniki bileti fair ticket bilan express ticket deb ikki bilet alsizga Shinkansenga chiqsangiz. Men o fair biletini oldim mashindan. Shu bekatga kirdigan chog'da xizmatchilar to'sib oldi voysam bu bilet bilan Shinkansenga chiqolmaysa, qaytib express bilet olsa, qaytib inib chiqib qaytadan yana expressning biletini ilib, vahshiy tasdi keldim, ammo dehshat charchidim. Bir kunim mushu Tokyodan Osakaga kelganimga katta bir kunim raskatni qilsam. Naq soat 4 oldi mana. Hozir birdan dam olmay yotqimda. Ikki tashning orlig'ida qaranglar nemish qildim. Men sarangjimi men ba'zichalda rasmiy sarang. Tokyo bekatining ichida mig'mig adam, o'sha yerga jiddiychilikning ichida ikki tashning orlig'ida nemish qildim. Atigan nashliq qilmayli chiqqandim. Ishlaymidim men atigandan tortib hozirgacha ishlaymidim. Menda tomoqlarni olib ketibman Tokyo stationdan balla. Poyezdda yeyman deb, u chiqib uni yeydi. Nerede fırsat? Şunçalik charchabdi men kayliqqa chiqib bir uxlagan peti, bir uyg'onsam Nagoyaga kelib bo'ldik. Nagoyadan ondan keyin Osakaga birdamdala keldik. Shunlashqa hozir chiqib kechki bozorlarni aylanmoqchi Osakaninki. Erta bir kunim bor Tokyoda, erta bitdim. Tokyoda deb qo'yay Osakada. Undan keyin o'g'illikka Kyotoga borman. Kyotoda bir kun bo'laman. Atigini berib kechga qaytib kelman. O'g'illikka uyimga qaytaman. Axiri Yaponiya, Koreya vlogimni tugatdim. Shunda qilib 13 kunlik sayohat, 14 kunlik sayohatma. Men emaslar dehshat charchagandim ha. Yatqimni sizlarga ko'rsatayman. Eshikdan kirganlar yerda masirgan yerlari bor-ku. Bu yerda ikki chamadonni mana texay ochmadim bu ikki chamadonni. Bu yerda bir aynak bor ekan. Bu yoqda Osakaninki mana binolarni zich bino. Shuna egiz binolarning orliqlarida turman ekan.
Ondan keyin mana yatqım mesela yer bir jo'zam bor ekan, men yerda cho'ng bir karvatim bor ekan degandek, men yerda suxonam bor ekan degandek. Bo'ldi. Ana. Voy shunda keyingi shunda cho'ngga men uchun bo'ldimi shu? Av Tokyoda yatgan yatqımdan ming yaxshi. Vallahi men boyamdan yoqi birdan dam oldim 2 soatlik yatdim karvatimda aslimga kelib. Hozir men sirtqa chiqib aylanmoqchi. Hozir soat qini 6 bo'laydi de. Eng baza bo'ldigan Shinsaybashi, birnim bashi deydigan bir yer bor ekan. Shu yerga berib kechki tomoq yeb, aylanib bazarlarni qaytib kelamiz. Men tunugun Tokyodan 2-qo'l do'kondan olgan chapinim Kolumbiyaninki, mau markaninki ya qaranglar yeb Bilen çapan qanchaga aldım danglar? 8 yevroga aldım. 90 kron mu? 90 neçi kron bo'ldi. Ajoyib payza second hand do'konlar bor ekan. Jiqlarga kirmadim men texi degandan. Maxsus second hand do'konlarni aylanig'ini kasanga bo'ldi ekan. Shunda bir OOTD qilmandim. Ketqinda bo'lsa. Vallahi men chiqdim yataqdan, metro bekatiga ketib borman. Maqitim tug'an yerim bo'lsa, shunda bir xillik jimjit, rohat bir yerda turibman, odamlarmi oz. Hozir metroga chiqib, shu qaynoq bozor bo'lgan yerga boramiz. O'sha tarafga boramiz, Namba degan tarafga. Men aslida Monchoga tushib chiqmoqchi edim, qat'iy qo'shaqli Monchoga tushish, kech qaytib kelib bir Monchoga tushaman. Bugun bu aylanish emas, bu o'zamanda chiqib yo'llarni bilmoqchi degandek. Adam deganda liq-liqqa metroda. Okey bala, ishga bekatga. Ishga bekatda. Adam bor. Kendi ko'rsatasan. Osakaning metro bekati. 本町です。中央線はお乗り換えです。ご転倒、冷凍麺と本町間の一人や風景観点。上野新州西方向。We will be stopping at ご注意ください。心斎橋。Geldim. Hem de arlayımız, keştamak yayımız, peyzinaslarını yayımız. Bugün ben isim yemedim. Şunlaşka toyguca tamak yayımı bugün. Tatlık mı yemedim, tünögüm mü tatlık yemedim, tünögüm tatlık yedim mi yemedim mi? Bilmeyim ha. Ama bugün peyzinaslarını yayımız. Bulgar. Hoş geldin. Acayip pazar bulduğum bir koşukken ama Çaqçaqımda bir yer adamın zikri. En dağlık yeri ya, Osaka'nınki. Ama adam müşahedemle kökünü gittik ya. Osaka'nın en dağlık yeri gidip buldum bana. Sizlarga men hozir arlayotgan bu rayonlardan azroq bir tushuncha berib o'tay. Bayon men metro bekatidan chiqib arlab kelgan rayonning ismi bo'lsa Shinsaybashi Osaka shahrininki eng dangliq savdo va madaniyat rayonlarining biri. Bu rayon 17-asrdagi Edo davrida shakllangan, ya'ni 400 yillik tarixi bor bir bozor bo'lgan shunday bir rayon. Hozir men turayotgan Mao rayonining ismi bo'lsa Dotonbori. Bu rayon neon chiroqlari va e'lon taxtları, Yaponiya ko'ch tamoqlari, shunda jo'shqin kecha hayotlari bilan danglikkan. Keynimdagi e'lon taxtasida qo'lni egiz ko'tarib yurayotgan odam bo'lsa, Yaponiyaninki Glico degan shunday tatlı yemekliklarni ishlab chiqaradigan shirkatiningki 1935-yili ishlagan bir e'loni. Nimashqa bu e'lon taxtasi Osakaning simvoliga aylangan deganda
Birinchidan bunun tarihi uzun, ikkinchidan o'rni intayin ko'rinarlik, uchinchidan bu ilon taxtasininki kuch va g'alabaga shundoq simvoli qilingan ma'nosi, qo'lini yuqori ko'tarib yugargan odam musobaqada g'alaba qilgan ko'rinish, osakaliklarninki olg'a ilgirlash, tirishchan, so'da ruhi shundoq bir xarakteriga mos kelgan. Bugungi kunda bo'lsa, har qanday bir Osakaga kelgan bir sayohatchi nishaga kelib, shu ilon taxtasining oldida rasmga tushib ketadi. Vallahi arısanlar tügünmez. Baza bulduk ama şimdi yerler ki bu Japonya diyen. Bunu mu yedik bana? Vallahi ben oynaydığı yerin en çoğun dükkanı dep aldım. Hazır mesela ben oynap, birini tutup çıkartmakçıyım. Ben Japonya'ya gelip bunu oynap, Tokyo'da oynadım, ne çıkarttım, nesini muhtemelen zaten birini tutup ketmesem ben hesap etmez. 本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。バッグやお財布などの貴重品はお手元から離さず十分にご注意くださいますようお願いいたします。不審者などを見かけましたら Veksi スタッフまで tezke お知らせください。 kırılama. Bek umak getirenler. Okey vallahi oynap tutamadım yana. Bu bir çoğun aldamçılık ki. Siz 4-5 min yen xeşlep aram bir narsa tutmasanız bo'lmasa bir ikki qitim o'ynaganға utanmaysiz ki. Siz 10 qitim, 20 qitim o'ynasanız onun aram bir nuqtasiz ki. Vallahi Tokyo'da udun yeydiğanga fırsat bulmagan, miyada yep ve sevken cuma qo'saq deganning liq to'ydi bugun mana. Osaka'nınki en qalaymagan bazarlarını men bilan birga ayrıldinglar. Tamaqlarni yaptık, bazar aralaptık. Unda bo'lsa hozir bir jaz barmiz. Once you experience that, really I wanna see the money roll. Yes, I'm gonna join in. Vallahi tamaqını yedik, hem aylandık, yatak qilmandim. Bugun mishinchilik bo'lsin berib yatakqa issiq bir juyinib qattiq uxlayman men. Yakından yine de la Family Mart bakken. Hazır kirib so'yilib, ancha-muncha shaq-shaq yergan narsalarni yeb yatqim kelibman. Vallahi menga ma sandvichlarni tavsiya qilsam, green leaf chicken tartar sauce degan mani yedim. Bu bek payizga. Undan keyin menga tuxumninkini tavsiya qildinglar. Qani u tuxumninki mani tavsiya qildinglar. Eng muhimi su oldim. Şu son istihatime Japonya'daki balla Tianrenşuy. Xitay çıkartamaz bu Japon çıkart bilemem. Mani veksi yaxşı görüp kaldım ben balla.
Manda narsani Shvetsiyagim akason. Rice cracker ve kişi yaxşı gördüm. Her xillar yansı təmlikləri var ekan. Bununki şu təmligini mən və kişi yaxşı gördüm. Şunlaşqan. Şunu kündə ilib yavatdım mən. En yaxşı görən snacklarımdan birisi Yaponiyada. Sütlük. Şunda peyz torut non təmi var. Pek yaxşı gördüm. Bunun her xillar yansılarını ilib yavatdım mən bunu. 7-Eleven'da mesela sandviç tava pek peyz edib. Mesela aldım yeniden mandak bir içimlik aldım. Şu yerde lüy çağırıp xitabattık ya. Şu soğuk çay. Vallahi Xitaycı bilsanlar ki ya bir nersen alsanlar ki bilip gitsek ya cumam. Yani düşündük ya adamcık yaptığını. Mekatlardaki xandoç xatlarını yaşında hamısı düşünsüz ki. Evet bir günüm var Osaka'da. Osaka Castle'ga barmız. Bularınki bir medeniyeti bağlıdan kızılağımda köygəndəkmiş kissa medeniyetiydi. Toğurdurmu, toğurdurmadımı bilmeymen. Müzik anlaydığan, kahve içidiğan, aşındaq oturup müzikdən huzur aldığan aşındaq bir kahvaxanalar, kafe barlar. İkinci Dünya Urushudan keyin bək əvci ağanmışındaq bir medeniyet ekan bularınki. Bularınki mışındaq kissa kafe barlarga basanlar. Şundaq aşkına uzaq bolğana içilir degandan aşı şunchilik Demek kona aslında 60-neçinci yılları, 70-neçinci yılları, bəzir 50-neçinci yılları yaşındaq içib davamlaşıb kelayotgan aslında kafe barlar var ekan. Şuna yaxşı gördüm. İçide şunda peyzi jazz musiklarini qoydu ekan. Bayam köygən qeyri adam bunlarma özüm aslında oynap, öz barının içide degandan tatmadım. Aslında bir chatdim mənim içinde kəsatıdı, bir chatdim aslında musiqa aslında bədəni tolğab oynap, bir chatdim tamakısını çekib oturdu aslında qılıb. Xeyirlik səhər balla, Osaka'daki ikinci günüm. Bugün birlik günüm var. Şunlaşqa bugün peyzi ötküzümüz bir günümüzni. Bugün Osaka'da 18 gradus. Ve bu Tokyo'da 18 gradus. Osaka'da balla 17 gradus gününlamı kündigenden çaxnap duruyordu. Yaz bir yerde Şivsiyanın yazlardek. Hazır Şivsiyada qanchalik gradus olub ketganda Şivsiyaga qarag'im kelmaydigan bo'ldi yazırdıqdan balla. Stockholm'da 5 gradus ki. Bugün birinci bulup hazır mən Osaka Castle'ga barmoqchi, çünki aşağı Osaka'nınki vakil xarakterlik yerlerinden birisiken körüşki tegishlik. Onun için bugün asaslığı city walk qilman. Osaka'nı minib aşağı ko'ch-ko'chalarni, shahar ichini deganda ko'raman. Başka planım yok. Çünkü bir yerga kelganlarning asaslığı misallarni ko'rdikan, tunugin akşam bargan aşağı cho'ng bozorga bordikan, Shinsaibashi deb, onun keyin aşağı atroflarini arlaydikan, onun keyin şu Osaka Castle'ga bordikan, onun o'yinig'ini bordikan bog'chiga. Universal Studio borkan bu yerda. Men qiziqmagandan keyin o o'yinchoq o'ynaydigan yerlarga shunlashqa berishni plan qilmadim. Shunlashqa bugun city walk qilamiz. Hamda bir shahar bu zodi. Hamda vibe berdi odamga. Shunda bir OOTD qilmadim. Ma istimni men Tokyodan olgan istim. Ma bo'lsa Kore'dan, Seuldan olgan. Ordini qilganlarni bunda suv o'rab turdikan atrofini. Sonrasında düşmanlar kelse şu sudun ötüş gerekti. Hücum kiriş için. İkisi çıraylıqqa mana ətrafı hazır içiga kirib arlaymiz. Bugün başındaq mana mən Osaka'ni minib city walk qilman. Valla kendimdeki Osaka Castle'nın içine bilet ilip kirdiken hazır qarasam yerda ketken adam ücret tuturup etipti va. Şunlaşqa men hazır eğer bir magazinlar barkan, yemeklik satılgan yerleri barkan, başta berip naştılık qilib, onun keyin keşerek kelsem belki adam az bo'lishi mumkin. Bu yerda qahvaxonasi barkan. Ma'lumot qildim alay. Bir o'rin topib o'tiray. Ularninki oatmeal yok ya. Şunlaşqa adatik pişirgan bo'ldi. Ägi sandvichdan birini aldım. Bugün özümde onda besim qilmadim. Chixyalarga berib, onda jiddichilik ichida bütün bir kundan ichida Osaka'ni ko'rib chiqdim, men vaqtida qilmadim. Undan so'ng putum og'riyotdi. Shunlaşqa xalgan yerlarda astarmini ko'rinimchi ko'raman, ko'ramagan yerlar qolsin. Kilar qitim yana kilaman. Osaka qal'asi Yaponiyaning eng mashhur va tarixiy ahamiyati zo'r bo'lgan qal'alarning biri. 1583-yili Yaponiyaning dangliq harbiy rahbari Toyotomi Hideyoshi tarafidan qurilgan. Toyotomi Hideyoshi Yaponiyaning eng muhim harbiy va siyosiy rahbarlaridan biri.
U ya'ni Yaponiyani birlashtirishni tamomlagan 3 cho'ng rahbarning biri. U Yaponiyani birlikka keltirish va siyosiy kuchni markazlashtirish uchun bu qal'ani qurib chiqqan. Yaponiya tarixida davlatni birlashtirish jarayonida 3 nihoyatda muhim rahbar chiqqan. Ularning biri Oda Nobunaga, Yaponiyani birlikka keltirishni boshlagan rahbar. U samuray davlatlari o'rtasidagi urushlarni to'xtatishga tirishgan, nihoyat qattiq qo'l harbiy rahbar. Uningdan qolsa, mushu Osaka qal'asini qurgan Toyotomi Hideyoshi, bu odam mushu Oda Nobunaga boshlagan birlashtirishni tamomlagan rahbar. Bu odam vafot bo'lgandan keyin o'g'li nihoyat kichikli taxtga chiqdi. Ammo amaliy kuch 5 nafar cho'ng daimyoning qo'lida bo'lib, daimyo bo'lsa Yaponiyaning feodal davridagi cho'ng yer egalari va harbiy hokimlarni ko'rsatdi. Bu 5 cho'ng daimyoning ichidagi eng kuchlisi Tokugawa Ieyasu bo'lib, bir qancha yil ichida boshqa raqiblarni yengib va 1600-yili Yaponiya tarixidagi muhim urushlarning biri bo'lgan Sekigahara urushida kuchlik raqibi Mitsunarini yengib taxtga chiqdi va 1603-yili Tokugawa shogunligini qurib 265 yil Yaponiyani so'raydi. Tokyo vlogimda so'zlab o'tgandim, Yaponiya tarixida 3 qitim shogunlik davlati qurilgan. Mushu Tokugawa shogunligi Yaponiya tarixidagi eng uzun surgan shogunlik davlati va 1868-yili Meiji isloti bilan Tokugawa shogunligi oxirlashdi. Kuch va huquq imperatorga qaytarildi. Keynimdagi bo'lsa Osaka'dagi go'zal shahar manzarasi. Yani bekçilerle görünüyor. Bala Osaka Castle'na içine kiraylasam, texçe adamlar vahşicik ücret saxlatıdı. Bir saatdeki saxlaymayken. Şu saxlaşla benim bir aram qıldı ki, kirmisem mi kirmedim bunun işi oldu. Bağçısına aylandım. Şunda peyzin mənzirlik Osaka'nın mənzirsini gördüm. Şunda çıraylık bağçısına aylandım. Şunda özü yeterlik. Vallahi ben Osaka'nınki acayip çıraylık peyzi bir küçük koçalığa kirib qaldım. Dukalarni aldılarını buna qaraman, şunda peyz bezayib keldim. Hamma narsada bir xil mini bağı, mini kichik naqashindaqa. Çınqaçı aldım. Time and Style degan do'konga Osaka kasallar arlab bek peyzinasda bakka. Saptayliqi san'atkorlarninki o'zi laylagan ashundaq çınqachilar ekanchu. Basi sal qimmatroqga, ammo bek chiroyliqga. Bir qarab ko'ydim jumuman. Shunlashqa ilvatdan 2 taxsa, 2 qahva ichirgan stakan aldım. Mening planimda aslida men Kyotodan olmoqchidim, chunki shu Kyotoninki çınqachilari taniq ekanchu. Aşağıda peyzi do'konlar bor ekan. Şunlaşqa aşağıdan da yine görmedim ama Madukan'daki köydüm. Ben Yaponya'da en yaxshi ko'rgan tamoqlarning biri ham shu. Tofu go'shti, tuxum go'sht, avokado go'shti, ham tofu. Ham tofu go'shti. Vallahi ben Osaka'nın koçalarını yaxshi gördüm. Tokyo'nunkidan azoda adamlar az onun ustiga. Naqashu City Walk qilganli bir shaharga aylanib nega bag'ingiz kelsa shu yerga berib, qaysi do'konlarga kirginiz bo'lsa kirib, arlab, shundaq City Walk qilganli bir shaharga tamog'imni yeb chiqdim. Albatta, tushdan keyin qahvarimni ichdim.
Saat 5 olaydı. Tokyo'da peyzi kahvaxanalarının çıkışıda Blue Bottle'ga tıkı bağmağandım. Bugün Osaka'da bolsam bir berip kahvalarını içip gelayotgandakin. Men tıkı Blue Bottle degan bu kahvaxanaga berip bakmagan. Çünkü Avrupa'da yok o deyman. Avrupa'da var mı ya? Bilmayman cümle. Stockholm'da yok. Bugün mesela Japonya'da, Osaka'da içiş nasip oldu kahvasını. Vallahi men istakini shunday yaxshi ko'rdim. Bekpayevgan. Osaka Parko Soda Sarayı'nın en tepedeki kaltaya çıksanlar Ghibli Stüdyo'nun bir aşkan bir magazin sabahki kırsanlar bütün koçak çıkıdığın andak neslerinin oyuncuklarını şatabalaysak ya Ma bir güzel sanatlar, ma bir tatlı yemek istemez. Krala. Bugün bir gün menip City Walk qıptıman Osaka'ni peyda aylandım. Yaxshi ko'rgan yerlarimga berib, ko'chalarda eziqib degandek, halg'an dukunimga kirib, arlab, baldur yinib keldim bugün. At deganda qopib, 7 da yo'lga chiqib, men 8 gacha Kyotoda bo'lmoqchi. Men hozir Kyotoga keldim. Atgan soat 6 da qopqan men. Hozir bir tog'ning tepaga chiqmoqchiman. Fushimi Inari deb tog'ning tepida peyzin manzar ko'rmoqchi degandek. Undan keyin bir temple sabahga borgan, shu temple'ga barmiz. Bugün bir gün saat 8-9gacha shu Kyotoda arlayman degandek. Unda bo'lsa boshlab ketdim Kyoto vlogimni. Vallahi men keldim hozir kirish eg'iziga. Qahvarimni oldim, kirish eg'izining oldida bir magazin bor ekan, bir oddiy bir qahva ichdim. Hech nima yemedim, qahvarimni bo'lsa ichib kirkitaydi. Bugün sal soğucumuma Kyoto soğukka aylama chapan kiyaptimi? Chapan kiymagan bo'lsam rasmiy muzlatim kelmajumu. Tog'ning to'pisiga chiqamiz. Manzarasi ajoyib chiroyli, qiyni ko'ramiz. Yapılıqlar Budda dini bilan Shinto diniga e'tiqod qildi. Budda dini 2500 yil burun Hindistonda borliqqa kelgan va bizning yurtimiz orqali ishqi o'lkalarga, u yerdan Koreya va Yaponiyaga tarqalgan. Yapılıqlar 6-asrdan boshlab Budda diniga e'tiqod qilishga boshlagan. Shinto Yaponiyaning eng qadimgi yerlik diniy e'tiqodi. Shin iloh To yo'l degan ma'noda bo'lib, Shinto ilohlar yo'li degan ma'noda. Bu dinning bir muqaddas kitobi yo'q. Yaponliklar an'ana va odatlar orqali davomlashtirib kelgan. Shintoda ilohlar yoki ruhlarni kami deb ataydi. Shinto dinida bundaq iloh yoki ruhlarning soni ko'rmang. Shinto dinida ruhiy kuch yoki iloh tabiatda mavjud deb qaraldi. Tog' daryo, o'rmon, yomg'ir hammasi muqaddas deb hurmat qilindi. Shuning uchun Shinto ibodatxonalari ko'pincha o'rmon va tabiiy manzarlar ichiga qurilgan. Bu odamni tabiatga yaqinlashtirdi va ruhiy tinchlik beradi. Odamni tabiat bilan moslashib yashashga undaydi. Shinto dinining ruhi bo'lsa, tabiatni hurmat qilish, shukr qilish va moslashib yashash. Agar siz bir narsadan tinchlik va baxt his qilsangiz, uni hurmat qilib shukr qilsangiz, u Shinto ruhiga yaqin.
Yaponluqlarning Shinto dini bilan qisqacha tanishib chiqqandan keyin endi men kelgan bu go'zal Fushimi Inari Taisha degan Shinto ibodatxonasi bilan tanishib chiqaylik. Bu ibodatxona 711-yili qurilgani, Yaponiyaning eng qadimgi Shinto ibodatxonalarining biri. Bu ibodatxona Inari ilohiga bag'ishlangani. Inari ilohi boylik, ziroat, savdo, muvaffaqiyatning ilohi. Tulki bo'lsa shu ilohninki elchisi deb qaraldi. Shunlashqa bu ibodatxonaga kelsangiz nurg'unlagan tulkining haykallarini ko'ra olasiz. Balla bu ham shundoq o'rmon bilan shu tog'ning tepasiga chiqadigan bir yo'l ekan. O'sha yo'lda saptımışında ibadet kılan yerler ekan, ibodatxonalar ekan, kichik nurg'un ibodat qilgan yerlar bor ekan. Men hozir tushib ketib borman pastga. Men yerimiga chiqib, yerimidan aylanib menda tushdim. Chunki eng tepaga chiqman desam, vahshiy uzoq yo'l mangman ekan. Maylidan yerib qoldim raskat maqsam. Bek paysi manzaralik, qarama kerimlik manzarlarni. Chiroyliqlarni. Vallahi men bir aylanıp qaytib düşdüm. Ma adamның jıqlığını görünglarmı? Gruplab kepti ve şunlaşqa baldır kelinglar. Etdigan saat 8'de mishaga ünüp bulunglar. Adam biraz azıraq arlaya alaysizlar ki. Bo'lmasa aşı 8'den keyinlar aşılaqa gruplar kelgancha aşı töküp etirike adam deganda kelib şunlaşqa baldır kelgininglar yaxshi. Bizden ikinci aylandigan yerimiz Kiyomizu Dara degan ibodatxonaga keldik. Zaratkallıqdan ötüp gidip barma. Bütünlayla. Bunun uylarning arası ekan ama zaratkallık. Uylar bilan birleşip ketgan. Balla mani hatırlamsam bo'lmaydi. Yaponiyadagi tunji ko'ygan axlat sanduqi ya. Ko'ringlarmi? Men zaratkallıqning yanada axlat sanduqi bor ekan. Men sumkamdagi axlatlarning hammasini hozir tashlab etmasam yerga. Okey. Ketdik. Balla men bir xato yo'ldan minibdim. Unda cho'ng ibodatxonaga aslida menda bir yo'li bo'ldi-ku. Sap sayohatchilar, shu mig'miq adam shu ibodatxonaga ketib borgan bir yo'l bo'ldi. Qaranglar, men adammi yo'q bir xato bir yo'ldan minibdim. Ammo shunda payzkama yo'l. Xato yo'l bo'lgani bilan jimjit keldik balla. Men boshqa bir eshigidan kiribdiman. Mayaqda sapda zaratkallik ko'rganlardak. Kyoto shahrining manzarasi ko'rinib turdi ekan. Balla kirish eg'izi mana bu yerga ko'ringlarmi? Mushu ko'chadan keldik ekan. Wow. Munari deksha chiroyli ekan. Kyoto'ningki eng go'zal shahar manzarasini bu yerdan ko'rsak ekan mana. Qaranglar chiroyliligini. Ko'zlar Muxtar Mahsud. Ko'zlar cho'lpon kabi ko'zlar. Umid nuri yansa quyosh kabi so'zlar. Ko'zlar buloq kabi ko'zlar. Sho'xluq qilib qochar qaysi bog'ni ko'zlar. Ko'zlar tuman kabi ko'zlar. Kirpikida yomg'ir bangboshliqni izlar. Ko'zlar beqishmamdoq bizlar. Quchoyli baxt omad kelib qoladi kuzlar. Ko'zlar baxt izlar, qizlar sabiysizlar. Muxtar Maqsudning Şinjan Xalq Nashriyoti tarafidan nashr qilingan Yerim Osmon nomli she'rlar to'plamidan ilindi. Vallahi charchaqimda men chiroyliqlarga men kuydim, manzarasi bek chiroyli ekan. Ayyadim men.
bir şero qo'ydiganға bir videoga tushdim va chiroyli butun Kyotoninki manzarasini ko'rgani bo'ldi va adam yo'q ekan to'q yugurib berib 1 minutlik tushib oldim, 1,5 minut yoki 2 minutlik va ikisi payt chiqdi amma ajoyib chiroyli bir yakamiya. Balla bileti 500 yen ekan, jumon kirish bileti. Buni chiroyli biletiniki. Kiyomizu dara Kyoto şəhərinin ən danlıq və tarixi əhəmiyyəti çoğ bolğan Buddha ibadətxanalarının biri. O Yaponiya mədəniyyəti, binakarlığı və dini tarixida mühim orunda turdu. 1994 yılı bu ibadətxana UNESCO tərəfindən Dünya Mədəni mirasıga kirgizilgan. Bu ibadətxana 778 yılı rahib Inchen tərəfindən qurulğan. İbadətxana Kyoto Yaponiyanın paytaxtı boluşdan burun qurulğanı. 1200 yıllık tarixi bor bir ibadətxana. Kyoto bolsa Yaponiyanın konu paytaxtı bolup 794 yılı İmperator Kanmu tərəfindən paytaxt qılıb Heian-kyo deb atalğan. 794 yıldan 1868 yılgacha 1000 yıldan artıq Yaponiyanın paytaxtı bolğan və tarixdə bu davrni Heian davri deb atagan. Meiji islahatından keyin paytaxt Tokyoga ko'chirilgan. Kyoto Yaponiyanın ən ko'p tarixiy binolari saqlangan shahar. Shaharda 2000 dan ortiq Budda va Shinto ibodatxonalari bor. U 7si UNESCO'ning Dunyo madaniy merosi tizimiga kirgizilgan. Yaponiyanın an'anaviy san'atlaridan choy murosimi, geisha madaniyati, kimono an'anaviy kiyim san'ati, bog'vanchilik qatorliq san'atlari Kyotoda yaxshi saqlangan. Kyoto 1000 yildan ortiq Yaponiyaning siyosiy, madaniyat va diniy markazi bo'lgan va mushu uzun tarixiy va zo'r madaniyat qimmati sababli 2 dunyo urushida Amerikaning bombardimon qilishidan saqlanib qolgan. Teyzeyeriga keldim, o ibodatxonaniki, buniki maşinimdeki adamlar qaraman. Lıq adam keynimdə. İşte baldırken sanlamışımda. Kısılıp neye geldi? Ketlik oluyor yani. Dekşet adamcık. Çak bundan. Ketlik oluyor yani. Bala qaytdım mən, saat 11 oldu. Mən düşüb bir yerdən küçük tamaq yer. Yana arlayımız. Bala mən bayam xata yoldan çıxqandım, hazır şu yolu bilən çıxıb getimiz. Ən qaynaqda qabılğan yol ikən mazur olana. Mən bazarlar, mən koçlarda bir munç nəslərini aldım. Matcha powder aldım, matcha tea aldım, matcha pranik aldım. Yəni matcha bir nəsə matcha. Həmin nəsə matcha to'g'riq bir nəsə aldım. Çünki bu yerning matchasi bek taniq ekan. Uji degan yerda matcha chiqib ekan aslında.君がいつもよりずっと素敵に見えて向かい合う夜は窓辺の月も照れる二人だけの甘い食卓でBala aparatımdan çok tügüdü. Şoňaşqa telefonumda tartışqa başladım. Çünki bek çyraylıq yerlerge kiwattım ben. Muşunda bu tügtü ötüşni halamadım. Kyoto'nun en fayda yerleri. Straight whiskey 今頃君
体は溶けそうだ後片付けは後回しでさあエプロンなんか早くお取りよVallahi çaqchaqimdan marasini tushirgan yerda ko'rolmaman adamdan chiqligini o'tkinimi bo'lmaydi man yo'ldan のぼせがちもどかしく手を取る君はそれでも恥じらいながら僕の Vallahi Kyoto'da shunday payt aylanayapman. Men shunday yaxshi ko'rdim Kyotoning ko'chalarini. 閉じてその間に部屋の明かりも Vallahi Kyoto'ga kelib qolsanglar, ma poster do'konga kiringlar. Ikkita poster olsam, birini sovg'a qildi. Men mashinaning miyaga naqli patqinini mushundaq loyilaydigan emasmi bular? Naqli ashu keldigan precise. Ko'ringlarmi? Naq mishaga tushadiganlar. Mashina to'xtatadiganlar ham, u. Ko'ringlarmi? Mashinalarning miyaga naqli patqinini shunday yaxshi ko'rdim. Yaponiya. 片付けは後回しで Kyoto'da balla ashu kichik ko'chalarga kirib arlangan city walk qilib chiq. まで眠ろうよさあこのまま朝まで眠ろうよ Balla men bir kunlik Kyoto sayohatimni tugatib, bayam yatqimga qaytib keldim Osakaga. Haqiqatan Kyoto bek chiroyli bir shahar ekan. O'zi kichik bo'lsa-mu, ammo haqiqiy qadimiyligi bor ekan. Masalan, ko'chalarda mangsangiz, imoratlari bo'lamdi, ibodatxonalari bo'lamdi degandek haqiqatan tarixga to'lib to'shgan shunday bir shahar ekan. Shunday yaxshi ko'rdim. Ko'chalarda mangsangiz his qilsiz, shu ko'niligini, shu qadimligini. Kyoto vlogimni tasdiqlatsam, o'ttirlig'ida aparatimniki tugab ketdi. Shunga telefonimda tatdim. Qolganda shu o'zim arildim degandek. 15 kunlik sayohatim oxirlashdi. Shunda payda yaxshi sayohat qildim ikki davlatni. Agar fursatinglar bo'lsa, iqtisodinglar yer bersa, cho'qim shu davlatlarga kelib sayohat qilib ko'rib ketinglar. Haqiqatan arziydi ekan bir ko'rishga. Bo'libmi Yaponiyani? Yaponiyani men bek yaxshi ko'rdim. Tushundim nimishqa Yaponiyaga bir qitim sayohatga kelgan odam qayt kelishni xohlaydiganligini. Bu qitimlik sayohatim bek uzoq bir sayohat bo'ldi. Buningdan keyin bundaq uzoq sayohatlarga chiqmasligim mumkin. Shunda charchadim. Balkim vlogimning oxirsida his qilgan bo'lsanglar mumkin. Stockholm vlogim bilan ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Hammalar umid bilan yashanglar.